فهمیدم تو پرافت تو خیلی در داکن نشین ویدیو سر شدگیش گفتی من اون نینتب گفت که فهمیدم ویدیو سر شدگیش گفتی برای پراسماتور نقش شدگیش کاتسین شدگیش در کار برای همین اگه کیستان در کار گفتی so وی گفتی که من فهمیدم موندگیشه همه السلام علیکم akalar opa singillar salomatmisizlar mana qo'yadi yana bitta xonadonimizni parko jimon ishlarini tugatdik bu safar o'zgacha bo'ladi nimani hisobiga desangiz agar ekonom klassda har safardagidek premium kачествоda uyimizni remont qildik faqat remontni o'zi emas eshik mebel podsvetkalar ichkarisidagi konditsioner hamda kuxni mebellar hammasini o'zimizning hisobdan qo'yib berganmiz videoni oxirigacha ko'ring shunaqangi podключ mebel stol stul konditsioner pardalar bilan nesh pulga tushishi sizga qiziq bo'lsa agar videoni oxirigacha ko'rsangiz agar narxlari va qilib o'tilgan detal ishlar bilan tanishtirib o'taman har doimdek kirish faqat eshigidan boshlaymiz kirganda chap qo'lda oyna qo'yib berganmiz bu yerda bo'lsa agar narsalar qo'yish uchun joy yonda o'zlarimizni Home Expert logotiplar bilan bu yerda dopatalka qilib polni shkaf qo'yib berganmiz kvartiralarga nima muammo bilasizlar ko'pincha shkafda narsalarni qo'yish shkaf kamligi sababli muammo tug'diradi shuning uchun bu yerda uy egalariga hech qanaqa muammo yo'q polni 100% va enligi ham qarasangiz agar 35 sm 30 sm emas 45-50 sm bu yerda sidashli zona bu yerda bo'lsa agar narsalarni ilib qo'yish uchun qishda joy bu yer 2 xonalik bo'lyapti 3 xonalik qilsa ham bo'lardi endi uy egalarining talablariga ko'ra 72 kvadratga 2 xonalik qilib berganmiz lekin razerniy sanuzol katta zal взрослый spalni hamda katta 6 kishilik stol stullari bilan kuxniga joy qilib berganmiz qani birinchi bu safar zaldan boshlaymiz zal lekin bomba chiqqan yorug'ligidan borku kamera ko'zni qamashtirsa ham mendan emas lekin aytib qo'yadi ana qarang lekin o'zimga juda yoqdi hamma joyni obol qilganmiz mana bu yerni oppoq atachento 1 gram kraska qo'shmaganmiz atachentoni tabiiy rangi qanaqa bo'lsa bo'ladi desangiz agar mana shunaqa oppoq tabiiy rangdagi atachento bu ham endi firmasiga qarab 2-3 xil bo'ladi bizlar ishlatganimiz shunaqangi chiroyli bianco va super bianco mahsulotlaridan ishlatamiz pardalarni ham ahamiyat bergan bo'lsangiz agar ertaga shunga mos turib bitta seri gilam oslariga vo chiqadi mana bu yerda ko'rib turgan joyingiz hozir bizlarga TV zonasi bo'lyapti pastda bo'lsa agar patsiviga ruchka qo'ymaganmiz push talkatel orqali narsalarni qo'yadilar va akkuratni joyga chunki ko'p ishlatiladigan zona emas bu yer shuni hisobiga navbatdagi xona bilan tanishtiraman lekin bu ham bomba chiqqan ishoning yana kommentariyada yozib qoldiring yo ekonom tarifida remont qilyapsan mana bu hozir xonadonning ekonom tarifiga masalan mos deydigan bo'lsangiz ham menga nimasi yo'q hammasi meni fikrimcha juda chiroyli chiqqan yana o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring mebellarga bitta ahamiyat berasiz oynalarni avvalgi qilganimiz tuxum shaklida mana bu yerni qarang juda bir o'zgacha chiqdi mebellar ham dopatalka prям bomba mana o'zimga shaxsan juda yoqdi yo oshxonadan oldin bitta sanuzlar bilan tanishlar bu yer sanuzul qismimiz sanuzulga ham ekonom tarif bo'lishiga qaramasdan 120 ga 60 lik kafeldan ishlatganmiz va 2 xil kombinatsiya narigi yon boshdan masalan keladigan bo'lsangiz agar mana bu yerda polni seri kafel ishlatganmiz poderiva juda chiroyli mana buni qarang oynalar bilan lekin o'zgacha yarashgan tepadagi Home Expert yozuvlari bilan bitta tinokli gap eshitib qoldim o'zimga ham juda yoqdi klientdan shunaqangi xafa bo'lishni ham bilmayman xursand bo'lishni ham bilmayman xullas obyektga oyna qo'yib berganmiz 2-3 kundan keyin uni ham videosini qo'yamiz nasib bo'lsa Home Expert yozuvi yo'qligi uchun mijoz bizlarga aytayaptiki bu oynang oddiy bo'lib qolgan deyapti ha nimaga bunaqa deyapsiz desam agar bu yerda sen har bitta obyektingda Home Expert o'zingning logotipingni qo'yarding bizlarning obyektga bu logotipingni qo'ymagansan shuning uchun oynang oddiy deganda bir almashtirib nima qilamiz deb xursand bo'ldim lekin shu gapni o'zida ham mijozlarimiz chunki Home Expert brendini bo'lmasa agar mahsulotni oddiy deb tushunayotganlarga xursand bo'ldim real lekin bomba bo'ldi sanuzul qismidan tanishamiz sanuzulga shunaqangi oppoq kafel ishlatganmiz oralarda biza ko'pincha o'zir sanuzulda kafel tanlashda oq rang ishlatgan taqdirimizda ham mana bunaqangi katta chaqmoqlardagi bo'lgan kafelarni kam ishlatamiz o'zgarish qildik katta chaqmoq bo'lsa ham ishlatib ko'rdik lekin uy egalariga sanuzullar ma'qul bo'ldi o'zi ham video ham normal chiqadi deb o'ylayman qop qora qolgan detallar kombinatsiya hattoki mana shu rakina ham yarmi qora yarmi oq kiyovchaga kostyum shim galstuk kiygizgandek bo'lyapti-da. Suvlar ham hammasi joyida. Navbatdagi xona bilan tanishamiz. Kuxni qismimiz bilan. Kuxni qismimizga oyna qo'yib berganmiz. Mijozning talabiga mos qilib turib,
Bu yerda reflonda o'ynab qo'yilgan. Kuchli qismiga bitta baho berasizlar o'zlaringiz. Boshdan oxirigacha polni mebel. Mana bu yerda mebelni mahsulot bilan obshivka qilib berganmiz. 6 kishilik va bu yoqda stol bo'lgani hisobiga. Bundan u yoqqa bo'lsa agar polni mebel. Xolodilnik, duxovka, mikrovolnovkalarni harini olib keladilar uy egalari. Bu yerda bitta iskusini kamen zakaz qilib berib qo'yganmiz. Hali zakazimiz kelmagan. Bu ham kelsa agar 3-4 kunda buni ham qo'yib beramiz, xudo xohlasa. Oshxonaga o'zlaringiz baho beringlar. Ortiqcha hech narsa yo'q. Skromniy. Avoy bilan bo'lsa ham effekt menimcha to'g'ri rang tanlay olinganini hisobiga zo'r chiqqan. Mana shu ko'rib turgan barchasi, ya'ni shkafdan boshlab remonti, pol, patolog, освещение, sanuzuldagi dush kabina, rakvinalar, mayda-mo'yda smestillargacha. U yog'i 6 kishilik stul bo'lsin, mebeli bo'lsin, obshivkasi bo'lsin, ana bu ikkita konditsioneri bo'lsin. 100% hammasi yolg'on bo'lmasa televizorni o'zlari olib keldilar. Qolgan 100% hammasi o'zimizning hisobida 72 kvadrat metrning hisobiga $350 dan aylanyapti. Arziydimi, yo'qmi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Shuncha paytdan beri shuncha ma'lumotli videolar bo'lyapti. Iloji bo'lsa agar bitta podpiska qilib turib, like bosish esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.